for this fight, Axel von Gimini, Belgiya. Namangan viloyati deganda beixtiyor MMA sport olamida Ayubxon Kamalovni yodga olamiz albatta. O'zbek MMA'sining bayroqdorlaridan biri sanaladi. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Demak, birinchi raundga start berildi. Mana shu kartdagi eng yengil jangchilar super yengil vaznda jang qilishadi. Ha, albatta. Eng uzoqdan kelgan mehmon desak ham bo'ladi, braziliyalik. Jose Aldoni yodga solib yuborar ekan, o'xshab ketar ekan. O'zi ushbu kartda Ramazon Temirov bilan Jose Aldo kurashishi kerak ham deyishdi-ku. Lekin o'xshamay qolibdi kelishuvlar. Hozircha qo'rqituv o'yini ketyapti desak menimcha to'g'riroq bo'ladi. Ha, albatta, Furqatbek Yoqubovning kuchli jihati bu stoyka yaxshi, oldingi qo'l aniq. Kickboksing bo'yicha O'zbekiston chempionligini ham qo'lga kiritgan. Demak, raqibda ham kuchli tomoni bu stoyka ekan, chunki uning g'alabalarining ichida 9 tasi nokaut, 9 tasi hakamlar qarorigacha va hech qachon submission qilmagan raqiblarini. Demak, Braziliya jiu-jitsusi bu yerda ishlamaydi menimcha. U qadar yuqori emas ekan. Agar braziliyalik jangchi birorta submission bilan yutmagan bo'lsa, demak, uning bazasi haqiqatan stoyka. To'g'ri. Low kick. Ehtiyot bo'lish kerak baribir. Furqatbek Yoqubov UFC'ga yaqin kelgan jangchi hisoblanadi. Albatta. The Ultimate Fighter, ya'ni TUF shousidan qatnashib, afsuski omad kelmagan o'shanda. Adashmasam Idris Alibiga yutqazib qo'ygandi. Alibi Idris bilan jangda omad kelmagan. Hozirda stoykada jang Yaxshi raund kick. O'tkaza oldi. Navbatdagisi. O'ziga kelib oldi raqib. Tanaga juda kuchli zarba yo'llay oldi. Braziliyalik jangchi ham. Qarang, qo'llar pastda. O'zining texnikasiga ishonmadi u. Menimcha capoeira uslubi bo'lsa. Ha, capoeira. Braziliya milliy sport turiga kiradi capoeira ham. Yaxshi, oldingi qo'lda faol ikkilik zarbasi. Yoqubov o'ng qo'l zarbasi. O'ng qo'l o'tkaza oldi. Yon tomondan yo'llangan zarba, yana bir jeb, aniq. Yoqubov navbatdagi raund kick. Mana bu yerda ortidan yurib uryapti. Bo'lish kerak. Yaqin seriyalarni ijro etdi. Machado Nascimento. Yaqin bo'lgan holatda ko'p zarba berib yubordi. Mana bu yerda qo'llarini biroz yopib harakat qilsa yaxshi bo'lardi Nascimento. Yaxshi tuta oldi oldingi qo'l bilan Yoqubov. Mana javob. Overhand o'tmadi. Furqatbek Yoqubovning o'ng ko'zi biroz qizargan. Nascimentoda esa hammasi joyida hozir. Yaxshi low kick. Nokautlardan ehtiyot bo'lish kerak Furqatbek, chunki unda 3 ta mag'lubiyat bor. Texnik nokautlardan. Tuta oldi. Yoqubov hujumni davom ettirmoqda. Tizza zarbasi. Chap berib qo'ygan g'arib. Qocha oldi. High kick. Orqasidan qo'shib yubordi o'ng qo'ldan. Navbatdagi aylanma zarba. Javob qaytarishga harakat qilyapti vaqtida Machado. Mana oldingi qo'l o'tdi va javobini ham oldi.
Jab zarbalar bilan oldinga boryapti Furqatbek. Oh, high kick. Yana oldingi qo'l aniq. Yoqubov. Tanaga zarba Machado. Yaqin masofadagi qarama-qarshilik va birinchi raundga nihoya yasalmoqda. Bilasizmi, Shohrux Furqatbek Yoqubov o'sha super yengil vazn toifasida harakat qiladi, 56-7 kilogramda. Bu vazn toifasida yurtimizda juda ham iqtidorlar ko'p. Ramazon Temirov, Sanjar Zakirov, Avazbek Xolmirzayev. Sanjar Zakirov biroz yuqoriroq emasmidi? Shu vaznda. Kamronbek Ortiqov, Xolmurod Nurmatov. Juda ham iqtidorlar yetarli Albatta. Darvoqe Kamronbek Ortiqov 12-fevral kuni jang qiladi Amerikada va aynan ushbu jangda g'alaba qozonsa, aynan Furqatbek Yoqubov jang qilgan TAF ligasida Taklif turnirida tushdi. Shartnoma ham bo'ldi. Jang qiladi. Faqat 61 kilogramda. Tushunarli. Va Sanjar Zakirov One FC chempionligiga da'vogar. Avazbek Xolmirzayev ham. Xolmurod Nurmatov ESE ligasida harakat qilyapti. Xullas, endi Ramazon UFCda bilasizlar. Tana qismiga zarba. Anvar Abdullayev Octagon ligasi chempioni. Bizda ikkinchi raund boshlandi do'stlar. Eslatib o'tamiz. Furqatbek Yoqubov hamda Machado Nascimento 59 kilogram vazn toifasida o'tkazib yubordi. Middle kick, aylama zarba. Round kick. Borgan sari qizyapti jang. Jang sur'ati oshib boryapti. Yaxshi tutib oldi. Kapasi chiqib ketmadimi? Yo'q, menimcha. Ajoyib. Jang parterga ko'chdi, ketma-ket zarbalar. Oyoqqa tura oladimi Machado? Hozircha yo'q. Davom etyapti Yoqubov. Lekin turib olishga ham harakat qilyapti Machado. Yana bir tizza zarbasi ko'ramizmi? Yo'q. Mana bunda. Qanday ajoyib zarba. Davom etadi bosim. Referi aralashadi, menimcha aralashadi. Do'stlar, Furqatbek Yoqubov texnik nokaut, ajoyib g'alaba. Ajoyib g'alaba Furqatbekdan. Mana takroriy lavhalar. Bu vaziyatdan tura oldi, mana bu haqiqiy esa barchasiga yakun yasadi. Vazn qanchalik yengil bo'lmasin, zarbalar baribir og'ir. Albatta. Furqatbekda nokautyorlik qobiliyati bor albatta. Demak, g'olib rasmiy tarzda e'lon qilib beriladi. Referi qo'llarini ko'tarib qo'yadi. Arena esa mamnun, albatta. Yorqin nokaut bo'ldi chunki. Ushbu jang g'olibi в данном поединке TKO победу техническим нокаутом одержал Afsonalar vodiysi Namangan Furqat Yoqubov. Juda ham emotsional tarzda Furqatbek Yoqubov g'alabasini nishonlayapti. Kecha matbuot anjumanida aytib o'tgan gaplari yodingizdami? O'sha kameraga qiziga ertaga
popkornni tayyorlab, jangimni tomosha qilib albatta. Va g'alaba qozonaman deya aytib o'tgan. Furqatbek Yoqubov. Без комментариев. Твой момент.